Rahmetli hurmatli obunachilar, mana navbatdagi kamion pechkamiz. Andijon viloyati Buloqboshi Sharq yulduzi MFIga o'rnatib berdik. Akamiz Rossiyada turib zakaz qilishdi, mana kelib o'rnatib, yoqib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xizmatlar vodiy bo'ylab. O'zimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidamiz. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna qilasizlar. Ozgina tushunmaganlar, bilmaganlarga ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Biz oladigan narsalar J ochiq bo'lsa ochamiz. Abisopka, ugunlik, list, turba, tirshotka, pechka qanotli bo'ladi. Olasiz 1.5lik, olasiz 1.30lik, olasiz o'choqlisini albisopka g'ishlari bilan olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Yetgan joyingizga qo'yib beramiz. Uyda egasi sement qum, shiperdan chiqadigan bo'lsa, azbestor olib beradi. Mana yoqib, og'zini ochib qo'yganmiz. Umuman tutun qaytarmaydi, xudo xolasa, shamolni bir tinga olmaydi. Old tarafi. Keyin uyda egasi agarda sinchli, duala ochiq joylar bo'lsa, tepasiga mana zigzag uriladi. Biz mana abisopkagacha bo'lgan g'ishtni olib boramiz. Tepasiga uyda egasi to'g'ib qo'yadi yoki buzilgan g'ishtni uramiz. Tepasiga shularda ham muammo bo'lyapti. Ozgina bir ikkita odamlarda baribir shunaqa deyishyapti, olib kelishlaring kerak deyishyapti. Biz abisopka g'ishtini o'zini olib boramiz. Mana tagida lis, tepada lis. Bu old tarafi 1.5likda oldida, orqada bittadan duxovka bo'ladi. Mana orqa tomoni xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana orqa tomoni ajoyib chiroyli, ko'rkam. Yozda ham birovga mushat qilmaydi, uyda ko'rka bo'lib turaveradi. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.